O janob mer telefon qilyaptimi? Allo, eshitaman janob mer. Yo'q, qayerdasan? Uydaman. Qarochi uyning pastiga bitta katta shaxta paydo bo'libdi. Ko'rdingmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. Qayoqqa? Uyning o'ng tomoniga, ya'ni old tomonda to'g'ri tomoniga. O'ng tomoniga, old tomondan to'g'ri tomoniga. Xo'sh, hozir borib ko'raman. Qanaqa shaxta? Kim shaxta qurib ketdi? Bu yerda shaxt yo'q edi avval janob mer. Paydo bo'lib qolibdi deyishyapti. Rostdan ham shaxta paydo bo'lib qolibdi. Bu yerda kattaligini qarang. Bu shaxtdan oxiri ko'rinyapti. Javna kattamiz ekan. Xullas, o'shada lava bor ekan. Lavalarni o'chirmasak, butun qishloqqa yong'in paydo bo'lishi mumkin. O'shaning uchun tez o'sha lavalarni yoqqil. Bo'pti, hozir yoqqaman janob mer unda. Bo'pti, tezlash faqat. Mayli. O'zi g'alati ovoz kelayotgandi, bildim qayerdan kelayotgandi. Buni kim o'yib ketdi degan qiziq. Qandaysiga o'yilib qolgan. Kimdir shuni qoshiq bilan kovlagan bo'lsa, jinnimanmi? Qoshiq bilan ham shaxta kovlaydimi? Hatto kovlashi ham mumkin akalar. Chunki qoshiq bilan kovlab bu qoshiq bilan taylaydi, yangi qoshiq topib kovlab bunisi ham shunday. Qoshiqlar bilan kovlash bo'lmasa ekan, dinamit qo'yaman. Buf, portlatgan, tamom, ochilib qolgan. Shu dinamitda portlatganda qoshiq bilan buncha qaz bo'lmasligi 100% aniq. Tak, ana endi uyimdan borib instrumentlarimni olib kelayinchi, bu yerni o'shanaqa qilib beraman janob mer aytgandaqa qilib. Xotin qayerga? Xotin 100-chi qishloqda edi, tinch esdan chiqdi. Bu yerda xotin yo'q. Shuning uchun bu yerda o'zim o'tiribman. Bizga faqat kirgan o'zi yetadimi? Yetsa kerak, boshqa nima narsa olib kelishim mumkin. Boshqa pulim bor. Pul olib kelib, pul qo'yib chiqayin mana bu joylarga. Yo'q, qanaqasiga unaqa bo'lmaydi. Karoshda bizga tosh kerak bo'ladi. Toshni olib chiqamiz birinchi o'rinda. Sababi esa tosh bilan bemalol yopsak bo'ladi lavalarning og'zini. Og'zing guli bo'ldi, jahon mulkida paydo deb yopib chiqamiz. Tak, okey, buni ham olamiz. Chotki toshlar ko'paytirish kerak. Endi yopish kerak bu yerda. Qanday yopamiz? Qayerdan o'qiyapti? Shu yerdan. Qo'lim ketmayapti shekilli. Bu mana yo'q, mana bittasi yo'q o'sha yo'q. To'xtamayapti. Asta. Tak, buni bu qayerdan o'qiyapti? Hoppa. Ya, qo'limga ariqim bor. Keling, pechib qo'yib berishim. Tak. Всё нормально. Всё. Yani hoppa. Asta. Oldu bor akalar azgina oldu. Hoppa. Bo'yim yetmayapti. Azgina oldiroq qo'ray ko'p. Hoppa. Ye. Ana bo'yim, nahotki bo'yim yetmayapti, yetmas ekan bu yoqda. Voy, to'xtaylar. Bitta blok qo'yib yuborsam. Hoppa. Ketdi bo'yim. Ko'rdinglarmi? Bo'y baland bo'lsa ham yaxshi-da, desam ishonmaydi. Bo'yim pastgina bo'ldi. Qayerga qo'yamiz endi? Bunisini, bular o'chsin avval bir yomon asab qilyapman. Nima narsa? Ebiyot kon qo'ysa bo'lar ekan. Hamma narsa temir ham bor ekan amaliyotda. Yaxshi, demak bizda yangi kon aniqlandi. Ushbu kondan foydalanish uchun okey, pulni to'lab foydalanish kerak. Bo'lmasa foydalangan qo'ymayman shekilli. Tak, ana endi to'xtaylik, bu yoqda bunday bo'lmasa ekan. Tak, ko'proq tosh kerak birinchi o'rinda. Shaxtani pul yo'q bo'lishim kerak. Agar pul yo'q bo'lmasa pul yo'q bo'laman keyin. Tak, tosh ko'p degan yaxshi emas bu yoqlarda. Toshlar olamiz. Bundan chiqib kelish kerak. Mana yoqdagi lava to'xtabdi, yaxshi bo'libdi. Uni olib tashlash kerak. Chunki xalaqit qiladi-ku menga. Eski lavaning joyidagi toshlar. Qayerdan qanday o'tsak bo'ladi? Bitta qo'yamiz. Qaysi biri bu yerda bunaqa lava mana ostidan oqayotgan ekan. Mana asta. Voy, to'xta. Kuyapman. Suv yo'qmi qayerda? Suv. Kuyapman. Kuyapman. Qo'limga suv bor. Qo'limgacha o'ldirmasam kerak edi. O'chib qolsam kerak ungacha o'zi. Qo'shinib qoldiga sakrayman bor. Tak. Okey, yaxshi, kuyganim to'xtadi. Endi davom etamiz akalar. Qayerdan kelib qolganini aniqlashim kerak birinchi o'rinda bu shaxtani, chunki bunaqa shaxtalar biz qishloqimizga vashiyatda kerak yo'q shaxtalar edi. Nima qilsak bo'ladi? Toshni qo'yamiz. Okey, nahotki qo'ymayapti, bo'yim yetmayapti. Nahotki bo'yim yetmas shu yerga. Mana bu все нормально. Mana to'xtaychi bilan. Voy, yana yonyapman. Qanday o'tsam bo'ladi? Yana shu yoqqa borib kelamanmi? Oppo easy yordi bor shu. Yon. O'chib qolsa kerak. Turay qani. O'chsa biladi. O'chmasa o'zi biladi deymanmi? O'chmasa qanday kuyib qani. Amma yana bir bor. Bo'ldi o'sha. Tak, akalarni yana bizga ko'proq tosh kerak. Nari tomondagi lavalarni o'chirib yorish kerak. Bitta bu yoqda yana qayerlarda qolmagan qursin qo'l ko'rgandan keyin albatta keyingi o'tsak bo'ladi. Tosh
qo'yaveraylik bu yerga bitta 3 ta lavali joy qolib, 3 tani yo'q qo'ysak, bitta 3 ta qo'yib turib, mana shu yerda menimcha lava oqyapti shekilli. Da, shu yerda oqayotgan ekan. Все нормально. O tak bu yerdan bloklar olsak, stop qilib, keyin bu yerda mana yer to'ldirib yuboramiz. Takoy normali. Mana bu blokni o'raylik. Bu yerdagilarni yonib ketdi o'zi. Amallichi bu. Mana bu yerda qaziymiz, g'alati bo'lib turibdi. G'alati san'at asari yaratib turibdi bu yerda. Hop, olamiz. Qanaqa bir narsa bergan bo'lgan, yo'q narsa bermabdi. Mana olib tashlaymiz. Bu kerak emas blok. Yaqin endi mana bu yerni yo'qolish kerak. Uni yo'qolish uchun maylini chiqish narsa. Okey. Все, menimcha bu 3 qol bo'ldi. Kerak yo'q. Tak tomonlardan tekis o'raylik. Yer shaxta qilinsa kerak bu yer. Agar shaxta qilinsa realni cho'tki shaxta bo'laver. Kattagina hamma narsa bo'ladi ichida. Janob merga aytaman shaxta qilaylik. Janob mer deyman. Bu Toshkentliksan, Joha deydi janob Joha. Men janob Joha deyishni o'rganib olgan janob mer. Chunki men janob mer deyman. Men janob Joha deydigan bo'lib qolgan. Bilmayman qayerda o'rgangan buni, kim o'rgatgan janob merga bunaqa gapirishni. O'zim o'rgatgandirman-da. Chunki o'zim janob mer deganim uchun men ham janob Joha deydigan bo'lib qolganda. Endi aytaman janob Joha demayman. Nimaga desa, meni Joha deyman. Nimaga desa, men ismim Joha-ku deyman. Bo'ldi yopildi. Endi men tomonda okey, bo'ldi все. Endi to'xtashim kerak. Qachon to'xtaydi? To'xtab qolsa beraman, blok bor ekan. Chotki mana. Yo akalar, все normalda. Bir katta shaxta bo'lib ketdi. O'z qorong'ilashib qolaverdi, lava o'chgandan keyin bitta tosh qoldi qo'limga. Mana shu qo'yib qo'yam. Все, tamom, bo'ldi. Lava bartaraf etildi, lekin kirish qismini qaranglar. Tep-tekis kirish qismi qo'yilgan ekan. Qo'yaylik. Bunaqa shaxta qayerdan kelib qolgan? Uyum agar nimadir bo'lsa, portlash bo'lsa, nimadir bo'lsa, uyum cho'kib ketar ekan. Chunki uyumni ostiga ekan, qaranglar. Ya'ni uyumga nimadir bo'ladi degan agar bu yerda nimadir bo'lsa. O'shaning uchun juda ehtiyot bo'lib yashash kerak. Mayli ehtiyot bo'lib yashashga harakat qilaman. Birinchi o'rinda o'yinga ozgincha dam olib bo'ldi, ish tugadi endi. Nima ham qilaman, boshqa ish qolmadi o'zi. Kelgan qo'yib qo'yaman, janoblar telefon qiladi. Janoblar lavani to'xtatdim. Bo'pti, lekin o'sha yerni katta shaxtaga aylantirish kerak.